Ya, sovchilar kelyapti-yu. Qizim, Ha yuri, abitga cho'qlashning bilmasin deb abitdan keyin olib kelyapman. O'zingiz kirib chiqsangiz bo'laydi-ku, men maza qilib uxlayverardim. Maksimum ayblaring bekitamiz, bo'lmasa qizi tugul itini ham bermaydi senga. Sizda bir gul bor ekan, bizda bir bulbul bor. bulbulingizni tovushi baland ekan-a? O'g'lingizga ko'p uxlar ekan-a? Qizim, Onam har kun vaqtli turg'izolmasin deb cho'qa yoshini o'nli. uxlashda ayb deb hisoblamaymiz-a? O'zinday ekan-ku bu ham. Endi men sizni qizingizni sinab ko'ray. Siz men o'g'limni sinab ko'ring. Yerrangingga sanib palakat. Nima qilganing bu? Ushlagan joyim uzib olaman-da. Tuzat. Yo, men uzib olaman, tuzatish bilmayman lekin. O'g'lingiz nochda ishlaydimi deyman, uyqusirab turibdi. Ya pashti topdilar, men ham ishdan keyin nochni klubga boraman. Qizingizni erga berishga tayyorlaganmisiz? Tayyorlayapmiz. Qiz bola hech bo'lmasa tikish bichishda, pishir kuydirda, hech bo'lmasa o'qitish kerak ekan-da. Ovqatingizni ko'rdik. Qayerda o'qigansiz? Emasdan. O'g'il bilmasin deb olib kelimda. Men tam bilmayman. Cho'tash o'g'ilchasi yo'qibdi-da menga. Ona, yo'qi hunar o'rgan bo'lmasa sen itam tegmaydi desiz. Mana teg ekan-ku. Qani, Qani? ana shunaqangi tambal va tambaloylar o'z juftini topib baxtli bo'lib ketsin. Hay, bozorlikda ro'yxatini oldingmi? Oldim, kartoshka, piyoz, go'sht. O'zlariga nimadir kerak bo'lsa ro'yxat tashanglar. Mana o'zi ozgina ro'yxat. Ko'p bitta kartoshka olaman, tamom. Ishga ham kech qoldim-ey. To'xtang. Bo'ynimga bir uzukcha, qo'limga bir sipochkacha olib bermaysizmi komplekt qilib? Nima? Men sizni maqtab yuraman, qarindoshlar shedraydi. Rahmat, kerak emas. Kerak bo'lsa paskуда deb yamonlar. Lekin bular birazga pul so'raman, tushuning? O'zi 27 milliongina ekan. Ha, yo'q, o'zi kamgina ekan. Ana shularni mana olsak, ana naqa yetib ortadi. Yaxshimisiz? Yarmini so'mga payvand qilgan ekanda. To'ydan beri menga umuman e'tibor bermay qo'ydingiz. Senga to'ydan oldin ham e'tibor qilmagan ekanman. Agar shunayligini bilsam, vaqt uylanmasdim. To'ydan keyin bor yo'g'i 22 ta ko'ylak olib beribsiz. To'yimizga o'zi bir oy bo'ldi-ku. Bo'ldi, masalan, hozir ana shu tangalarni ana o'tamiz. Anasi keyingi yilga o'sib chiqadi. Singlim bolali bo'ldi. Kuyovga bitta Matiz olib ber endi suyunchisiga. Akamning ishi yurishmayapti, bitta Matiz olib bering, kiraqlaydilar. Sha ayollarning xayoliga erkaklar ana shunday pul topadi-da. Pul topadi. 5 ming supursak, hamma problemalar tugaydi. Yana ozgina yig'sam Matizga yetadi. Hurmatli ayollar, erlaringizdan, o'g'illaringizdan bular bo'lmasga pul so'ramanglar. Ana shunaqa chinni qoladi. Sekingina qarang qani, uydagilar bizga ketayotganimizga yig'layaptimi? Boy bo'lishni birinchi qadamni boshladik. Nima unaqa deyapsan? Qizingizni erga beryapsiz-ku, endi boy bo'lamiz-da. Sal xafaroq xursand bo'l. Seningga go'shtni manti qilgandim, olib borib ber, sen kelguncha kartoshka qovurib qo'yaman. Uyda go'sht manti biz kartoshka. Qiz bergani tili qisiq deydi, hamma shunaqa qiladi, bor. Qolmabdi-da. Ana bu tishingga, mana bu betingga. Kiyaz vitigacha. Yo'qda bet bormi? Bet bo'lsa shuncha narsa so'raydimi? Keldingmi bolam? Sening yaxshi ekanmi, choydan ol. Kuyov to'y xarajatlariga yomon qiynalib qolgan ekanda. Ne? To'ydan oldin vijdon bilan g'ururni qo'shib sotgan ekan-ku. Talgana tugab qoluvdi-da. Endi o'shib tushding sen. Nima, men asli olganmisizlar? Ha, asrab olganmiz. O'zimni borib daryoga tashlayman. Asal qizim, Navot qizim, Shakar qizim, Pashol qizim, bor, tasha. Ona bitta jonliqimiz bor edi, o'lib qoldi. Quyonmi? Ha, shuni yo'qligini bildirmaslik uchun ona bola sigir olib bersangiz dedi. Domda yashaysan-ku. Farqi nima, Padiza boqib qo'yamiz. O'ylab bo'lmasa bizdan kelib yashayveringlar. Ay, tupoy, bizda sigir yo'q-ku. Farqima bor, sigirday sog'yapti-ku bizani. Akana, proqlushkamizga hech nima yo'q edi, bitta gilamcha olib ber. Ikkita deyman, ikkita. Yek gilamlardan olib keling faqat. Aka. Ana gilam deganiga gilam udarini olib kelyapman. O gilamlaring bor ekan-ku. Endi yek gilamlar boshqacha-da. Rahmat sizga. Qayoqqa? Shim bilan turistga olib kelay, baribir bizga o'ldirasiz-ku. Ona, yangilikcha qani? Nech pulga olding? $120. Ona, men bitta vajni ikkiga bo'lib ishlataman. $120 ga ona bola sigir beradi-ku. Bitta oladi, uzoq kiyadi. Aytgancha $120 so'mga qancha bo'ladi? 1.560.000 turadi. Voy, tashlayog'im. Hay.
Yag'ir sochiqing ishlatgancha menga o'xshab bir 50 dollarlik sochiqlarni ishlat. Indamasa sassiq naskini ham reklama qilaverasan san. Sassiq bo'lsam 10 dollarlik naski. Bularnicha qalay? 2 dollarga oldim. O xudim uncha zo'r ekan. Shu akang bir so'mga ham narsa oladimi? Faqat dollardan keladi. Bo'pti, o'naman 500 dollarga luk qilib kelay. Ana mashkanizda arkasidan boraylik-da, necha pul keyin ekan ko'raylik-da. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Aka skidga bo'shanim sizlarga. $1 turishing qimmat kiyimlarni faqat skidga paytda kerakanda bildik. Yomon bana shu darax, ha? Chiqib beray mana shunga. Gar o'ynasam 3gacha chiqaman. Qani bitta ko'raychi chiqqani? Shom payti yong'oq daraxtiga chiqib bo'lmaydi-da. Sport o'ynasam mana yuk mashinani bittida ko'taraman. Qani bir ko'raylik qani? Nima bo'ldi, mish polvon? Qizimasdan turib o'zi ko'tarmaydi-da mana shu. Vechni bahonang tayyor. Qara mana 2 kilo samsan yebdi. Men gar o'ynayman, samsan mana men berib bilaman. Yana boshladingmi? Tur hozir boramiz. Rostdan ketamizmi Jizzax? Aka men gar o'ynadim, ketmasak bo'lmaydi. Menga ham farqi yo'q. Bitta 2 kilolik somsa, bir kosa qayla agar 15 daqiqada yeb tashlasangiz, bosimbodan 400 ming pul, yana yeganingiz bepul. Vaqt ketdi. Siz yomon mana bu odamga ushq ekani. Ukam bo'ladi bu. Aka, nima bo'ldi? Ha, mish polvon karillaysiz. Yo'q, men o'zi kechqurun ko'p ovqat yemayman-da. 6 dan keyin yemasdim o'zi. Bo'lmasa ertaga ertalab keling. Hammasidan shopir deb o'yla. Tez-tez haydab kelsa qornim och qolib, shu meni yerdim. Shopirga nima deysan, o'z tashib ketsan, nima qilasan? Sport o'ynasam Toshkentgacha o'zim haydab boraman. Yo'qol bu yerdan. Haydab boraman. Oh my god, this girl straight and this girl not. Assalomu alaykum barchaga. Bizni kuzatishda davom eting. Obuna bo'ling. Izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Ha, aytgancha, hali ham biz nom topa olmadik. Bizga nom berishga yordam bering. Sizga nom beringlar. Sizlarga maroqli xordi. Yotirasanmi yerda? Makiyajni ko'p qilibsan-da. Yer tomon. Trolni bezovta qilganing uchun jazo. Abid tayyormi? Mana tekin qulchalarni saqlab keldik. Masalamaga saptirib tayyorlab bermaysanlar? O'zingiz obedda tursiz. Shakar duzot. Bomba tushgan akam xonasiga. Tozalaymiz, iloji yo'q, yur. Boqib ham Bo'ydoqbekning xonasi top-toza bo'ldi. 3 kunga yag'ir qiladi, qo'li qarab tur. Falon pera qo'lli. 3 kun dedim, 3 minutga ham bormadi-ku. Nomiji bizni qiynaverasiz aka. Bilmayman, salla qiynasalaring mazza qilaman nimagadir. Dadam cho'ntakda sigaretlarni olib qochib ketamiz. Olganimizda nima o'zgaradi? Akam oldilar deb o'ylab metani ulaylar keyin. Ako, vaqtingizdan ochaymi, taxtingizdan ochaymi? Nafas qisdi, derazani och. Biz sizga kelajagingizni aytamiz. Bu yo'lda sizga balo ham bo'lmaysiz. O, shahanshoh. Mana sizda to'jiz. Yutganim uchunmi? Yo'q, hech narsa qilmay faqat yeb yotganingiz uchun. Buyuk yalqov degan toj. Oh my god, this girl straight and this girl not. Ey, mana bu yoqdagi turgan samsalarni kim yedi? Assalomu alaykum. Onalar so'zining ashaddiy muxlislari. Xotin akani ukadan ayirishi hozir moda bo'ldi. Galdagi qahramonlarimiz shular toifasidan. Ana yoqda turgan samsani siz yedingizmi? Akangizga olib qo'ygandim uni. Anaqa men bilmasdan So'rash kerak edi. So'rash kerak edi. Dadasi, endi nima qilamiz? lavash sakasi qilgan hay. Nimaga kiyapsiz bu akangizni patinkasiga nega kiyapsiz? Biz aka-ukalar bir-birimizni oyoq kiyimimizni kiyib katta bo'lganmiz. Kenayi, bu aka-ukalar bitta qo'rndan talashib tushganmiz. Siz bu yerda biz bilan talashib yotibsiz. Dadasi, suyak borib pichoqqa qadaldi. Ayting, siz kichkina o'g'ilsiz-ku, akangiz chiqib ketsinlar boshqa uyga. O'zimiz ijarada turibmiz-ku. Mayli bo'lmasa, uy olsak chiqib ketsin. Bugundan boshlab qonun qoidalar o'zgaradi. Sizda akangiz kiyganini ukamlar kiyadi. Qani, nechinchi razmer ekan? Bering qani.
Havlularni supurib charchab ketdim, cho'ramasman men sizga. Idishlarni men yugandan keyin hovlini supurasizda? Sizga aytmadim, yuring ketdik. Ey, yanga shu ming'ir gaplaringizdan oilamizda tinchlik yo'q. Xotinim bilan kelisholmay yuribman. Sen uylanmagan-ku. O'shaning uchun ham uylanolmay yuribman. Xotin zoti ana shunaqa. Akani ukadan, ukani otadan, amakini tog'adan xullas ayirib tashlaydi. Agar portni bergan bo'lsangiz. Onalar so'zi, soqqaning ko'zi. Kirtasizlarmi yo'qmi? Tug'ishga xotinikiga buni baqirishini qara. Hozir 5 minutda kirasizlar. Ishonasizmi shularni 5 minutiga? 5 minut uchun mana shu yerga kelib yuribmiz. 5 barmoq olib keldim. Yemayman. Yemaysanmi? Ay, yemayman deyapti-ku. Bor payti 5 barmoq ye, yo'q payti olib berolmayman-ku. Tizavoy yevicha, maishat mendan. Xotini tinmay qo'ysin. Men faqat bitta o'zing yeyman. Mumkin emasligini bilasizku. Meni xushashlik berasiz. Piyozni qana. Bularni ma'lumotiga qarab ishga oladimi yo bezbetligigami? O'g'lini yemayman-da, opa. Men ham yemayman-da shuni. Bular xotinlarga qo'shib erini ham tug'dirayotganda. Ey, yoqimli ishtaha. Shoshlikka kel. Yo'q, kechagi bergan tandirlaringizdan hali ham jig'ildam qanyapti. Hozir bir minut hal qilamiz-da. Aka xotini shirochaman deyapti. Sen ham xotining ko'rishga keldingmi, uka? Yo'q, aka, onam shu yerda doktor bo'lib ishlaydilar. Ovqatlar ko'payib ketdi, olib degandilar. Kechagi 5 barmoq qana ekan? Yep, paddaringani sigardan qo'yapti-ku. Hayrat, shu xotinlar sigaret chekmaydi-da, o'zi shuni ham o'ldiraydingizlar. Xotinga mandarin olaman. 4 ta nokosam. Anor. Dadasi hech bo'lmasa yarim kilo praynik olib bering. Pul yo'q. Yana shunaqa sharoit bo'larmikan bizga? Hammasi o'zingga bog'liq. Tushunmadim. Qachon raddomga tushsang?